Mana ayollar o'rtasida ham musobaqa bo'ldi. Bizni Nayman filialimiz ayollar jamoasi yutdi. Endi nima deysiz, shu katta sexda o'g'il bolalari bilan erkaklar jamoasi ham bir kuch sinashib qo'ysa ham ekan? Bu mana shu zo'r bo'ldi, mana ideyani zo'ri bo'ldi mana shu. Rahbariyatga aytishdan oldin Xo'jaobod filialidagi bolalar brigazini qo'shib qo'yaylik. Davay bo'lmasa buni kechiktirmasdan nariyoqqa yuzib jo'nataylik. Assalomu alaykum Xo'jaobod filiali bolalari. Mana ayollar musobaqasi ham tugadi. Yutkizdinglar. Erkaklar bo'yicha ham bir musobaqaning taklifini rahbariyatga kirgizaylikmi? Sizlar bilan uzoqqa sakrash bo'yicha ham musobaqa o'ynab qo'yaveramiz. Mana endi ularning javobini kutadigan vaqt keldi. Endi ular javobini kutamiz. Kutamiz, ko'ramiz nima deyishar ekan. Aka, naymanlarga o'zidan ketib qolibdi-yu. Ko'ring-da buni. Uzoqqa sakrash bo'yicha ham musobaqa o'ynab qo'yaveramiz. Ha, yuzib tashlashibdi bola faqirlar. Musobaqa bo'lsa musobaqada, любой sohada o'ynaydimi? Kamondan otish olmaydimi? Bellashaveramiz. Nima kamerani yoqing? Va alaykum assalom, Nayman yoshlari. Bellashaveramiz. Muz yorib uzoqqa suzish bo'lmaydimi? Qiziq ishlar boshlanyapti shu desanglar.